Bunyod aka mana Target Consultingga, ya'ni O'zbekistondagi eng yirik konsaltingga asos solganingizga ham 7 yil bo'libdi. Shu vaqtgacha 500 dan ortiq talabalarni Amerikaga jo'natibsiz. Albatta 500 dan ortiq hozir talabalarimiz ayni vaqtda Amerikaning har xil shtatlarida o'qib, yashab, ishlab, o'zini hayotini qurib bo'lishgan. Xo'p, hozir bizni kuzatib turgan obunachilarimizga juda ham qiziq bo'lishi mumkin. Amerikaga bormoqchi bo'lajak talabalarni qiladigan top 3 ta xatosi nima? Aytib bera olasiz? Amerikaga ketmoqchi bo'lgan talabalar asosiy 3 ta xatoni qilishadi. Birinchisi, viza suhbatiga tayyorgarliksiz borishadi, aniq maqsadlarini viza ofitserga tushuntirib bera olishmaydi. Ikkinchisi esa moliyaviy hujjatlarning yetishmovchiligi. Ya'ni ularning sponsori haqidagi ma'lumotlarni MyGov orqali yoki maxsus hujjatlar orqali tasdiqlab berisha olmaydi. Uchinchi eng qiladigan katta xatolardan biri ayrim hujjatlarni soxtalashtirishadi. Hozirgi paytda ko'p talabalarning orasida uchrayotgan bu xatolik birinchisi o'sha bank-shot ma'lumotlarini yoki oylik ish haqi ma'lumotlarini, hattoki til sertifikati va SAT sertifikatlarini ham soxtalashtirilgan holatlari uchrab turibdi. Shunday ekan, Amerikaga ketmoqchi bo'lgan talabalar bu 3 ta xatoni qilishmasligi va bu xatodan yiroq bo'lishlari kerak. Aynan bu xatoni qilmasliklari uchun biz maxsus yo'riqnomani tayyorladik. Bu yo'riqnoma asosida talabalar bemalol o'zlari talabalik vizasiga tayyorgarlik ko'rishlari mumkin bo'ladi. Bu yo'riqnomani bepul qo'lga kiritish uchun izohlarda shunchaki Amerika deb yozib qoldiring va biz sizga buni yuboramiz.